Mana xudo xohlasa jazirama yozimiz o'tdi, endi bu yog'iga ozgina qoldi. Konditsionerdan yoz bo'yi mazza qilib foydalandik, rohatlandik, lekin buni badalini bizni organizmimiz to'layapti. Bu bilan nima demoqchiman? Mana oxirgi bir hafta 10 kunda qabulimga shunday shikoyatlar bilan kelayotgan bemorlar kundan kunga ko'payib boryapti. Bu qanday shikoyatlar? Bu bemorlarning asosiy shikoyati doktor yaqindagina yaxshi yurgan edim. Menda bunaqa bo'lmagan. Bir hafta 10 kundan beri ensamda, bo'ynimda, yelkamda, kuragimda, belimda, boshimda kuchli lo'qillovchi og'riqlar, yuzimda sanchuvchi og'riqlar, hatto yuz falajligidan shikoyat qilib kelayotgan bemorlar kundan kunga ko'payib boryapti. Mana shu bemorlarga beradigan birinchi savolim: doimiy o'tiradigan joyingizda yoki uyingizda, ishxonangizda konditsioner qayerda turadi? Siz qayerda o'tirasiz? Mana shu savol bilan o'zimga kerakli bo'lgan javobni yarmini ola olaman. Hammamiz uyimizda, ishxonamizda konditsioner 24/7 ishladi. Bu shu jumladan o'zimning uyimda ham. Endi buni nega konditsionerga bog'ladim? Biz o'zbeklar konditsionerdan juda ajoyib foydalanamizda. Hamma joyda qarasangiz 16, maksimum 18 gradusga qo'yib olamiz konditsionerni va ko'chadan 40-45 gradusdan terlab, pishib, zo'rg'a nafas olib, yonib, muzdek havoga kirganimizda biram badanimiz rohatlanadi. Bu paytda tibbiy jihatdan olib qaraganda nima bo'ladi? Tibbiy jihatdan qaraganda konditsioner to'g'ridan to'g'ri kasallik keltirib chiqarmaydi. Shunchaki undan noto'g'ri foydalanish oqibatida bizda shunaqa nevrologik og'riqlar, ya'ni xalq tilida shamollab qolishlar kelib chiqadi. Bu degani issiqda qon tomirlar kengaygan holatda bo'ladi, og'iz, burun shilliq qavatlarimiz qurigan holatda va biz birdaniga sovuq xonaga kiramiz. Bu paytda temperaturani birdan o'zgarishiga organizmimiz tezda moslasha olmaydi. Qon tomirlarimiz birdan torayadi, nam teri esa sovuq havoni o'ziga tez singdirib oladi. Shu bilan bizda mushaklarimiz, fatsalarimiz va o'sha nervlarimiz shamollab qoladi va bizga asta-sekin bir marta emas, 2 marta emas, mana oy, 2 oy o'tdi, 3 oy o'tdi va mana asta-sekin organizm endi sizga signal berishni boshladi, ya'ni sanchuvchi, lo'qillovchi og'riqlar bilan. Quyidagi aytgan shikoyatlarim, ya'ni bo'yinda, boshning orqasida yoki boshni polностью aylanasi, peshonada, ko'z atrofida lo'qillovchi, yuzda, tishda, quloqda, kurakda, shu joylarda kuchli lo'qillovchi, sanchuvchi og'riqlarni his qilayotgan bo'lsangiz, xo'sh, endi nima qilamiz? Bo'lar ish bo'ldi. Men gapirgan bilan endi foydasi yo'q. Endi muammoni yechimini qidirish kerak. Yechimi esa mana shu quyidagi havola ustida. Ya'ni havola ustiga bosasiz, ro'yxatdan o'tasiz va qabulimizga kelganingizda siz bilan holatingizni, kasallik darajasini o'rganamiz va sizga eng mos keladigan, sizga tez va samarali natija beradigan metod bilan sizni davolaymiz. Bu videoni albatta shunday shikoyatlar bilan qiynalib yurgan tanishlaringizga yuborib qo'ying, ularga ham foydali bo'ladi.